Dada, dada, bugun menga qand olib keling, iltimos. Mening shirin qizim. Albatta qizim. Dada kechqurun qand olib keladi va ada. Yasha! Dada eng zo'ri. Cobalt, mahsulotlarni vaqtida yetkazib berma. Direktor bugun qattiq, ehtiyot bo'l. Xavotir olma, hammasiga ulguraman. Bugun yaxshi kun bo'ladi. Mijozlar ko'p, pul ko'p. Avval mahsulotlarni yetkazaman. Keyin Nilufarimga qand olaman. Cobalt, tez bo'l, mahsulotlarim bugun yetib borish kerak. Xavotir olmang, yetkazaman. Voy, bugun nima bo'ldi? Hamma yo'lda turib qolibdi. Direktor vaqtida yetkazishni aytdi. Nilufar qandini ham olishim kerak. Yetib keldim. Voy! Nega yopiq? Do'kon yopib qo'yilibdi. Endi mahsulotni qayerdan olaman? Boshqa do'kon bor. Lekin u yerga yetib borsam, vaqt o'tib ketadi. Bor ekan. Endi tez yetkazaman. Cobalt, sen kech qolding. Men kutib charchadim. Kechirasiz. Yo'lda muammo bo'ldi. Kechirasiz. Do'kon yopilgan edi. Men boshqa yerdan oldim. Menga bahona emas, vaqt kerak edi. Cobalt, sen kech qolding. Bugungi pulni bermayman. Direktor, do'kon yopiq edi. Men harakat qildim. Bahona eshitmayman. Pul yo'q. Nilufarimga qand olishim kerak edi. Cobalt. To'xta. Hujjatingni ko'rsat. Yana nima bo'ldi? Mana hujjatim. Men ishdan qaytayapman, xolos. Ruxsatnoma yo'q. Ketasan biz bilan. Nilufar meni kutmoqda. Qandini kutmoqda. Dada qani? Dada qand olib keladi degan edi. Cobalt nega kelmayapti? Nimadir bo'ldi? Dada keladimi? Nilufar. Meni kut. Nilufar meni kutmoqda. Cobalt, hujjatlaring tekshirildi. Gapirdim, nima bo'ldi bugun? Do'kon yopiq edi. Tiqilinch bo'ldi. Men harakat qildim. Oilamni boqaman. Sen yolg'on aytmayapsan. Biroz kut. Rahmat. Dada. Nega kelmayapti? Men qo'rqyapman. Nexia. Cobalt kelmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Malika, men boraman militsiyaga. Cobalt yaxshi odam, dem uni qo'yib borishadi. Men Cobaltni bilaman. U halol ishchi. Oilasi bor, qizi bor. Nexia, sen bugun qiyin kunda ham halol harakat qilibsan. Boraver. Rahmat. Haqiqatanmi? Rahmat. Rahmat sizga. Nexia, sen meni qutqarding. Rahmat do'stim. Do'stlar shu uchun kerak. Damas YouTube'dagi Mans Travel Say kanaliga obuna bo'ling. 10,000 ta bo'lsak, top sxemani sizlarga ham o'rgataman. Faqat 1 oy ichida bo'lish kerak. Atugancha Telegramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Silka profilda. Hammaga rahmat ner. Do'kon ochilibdi. Nilufarimning qandini olaman. Mana. Nilufarim xursand bo'ladi. Cobalt,
Eshitdim. Sen bugun qiyin kunda ham harakat qilibsan. Men nohaq qildim. Mana bugungi pul. Kechir meni. Rahmat. Rahmat, direktor. Bu menga juda kerak edi. Oilam uchun. Nilufar uxlab qolganmikin? Kech bo'ldi. Dada! Dada keldi. Qizim. Dada kech qoldi. Kechir meni. Dada. Men qand emas seni kutdim. Sen bo'lsang bas. Lekin qanding ham bor. Mana va'dani bajardim. Yay! Cobalt. Sen eng yaxshi ota va ersan. Rahmat, Malika. Oilam bor ekan, men hamma qiyinchilikni yengaman.